Assalomu alaykum aziz hamkasblar, aziz obunachilar. 20 kunlik rezultat bilan sizlarga ulashmoqchiman. Albatta bemorimiz ko'rishingiz mumkin. Yoshingiz nechida? 37. 37 da bemorimiz Xorazm viloyatidan 37 dalar. Space platizmoplastik amaliyoti o'tkazilgan. Diqqat bilan e'tibor qiling. Qosh komplekslari ko'tarilgan. Mana jarohat joyiga e'tibor qiling. Aynan sochlari uji chiqqan aziz obunachilar, yonoq anatomiyasi shakllangan brilliya, lunj sohalar albatta bartaraf qilib bergan biza. Sheyani ko'rishingiz mumkin. Mana sheyani qanaqa ideal darajada nima qilib bergan biza. Albatta shishlar bor. Hali aziz obunachilar, mochka mana ko'rishingiz mumkin. Jarohat joyini quloq dirildog'i anatomiya saqlangan, mochka anatomiya saqlangan. Mana orqasini ko'rishingiz mumkin. Orqasida ham sochlari chiqqan o'sha juda zo'r rezultat bo'lgan. Polностью bartaraf qilib berdik. Albatta baho bering rezultatga. 20 kunlik natija. Space platizmoplastik amaliyoti o'tkazilgan bemorimizda. Ortiqcha izbitik yo'q. Albatta hozir birlamchi ishlar, aka-ukalar bor. Xudo xolasa 1 oylik rezultat, 2 oylik rezultat, 6 oylik rezultatni ham qo'yib boramiz.